Assalomu alaykum. Sharikli ruchka yordamida harflarni yozishni davom ettiramiz. O'tgan dars biz sin harfini yozgan edik. Bugun sod harfini davom ettiramiz. Sod harfini oldin o'zini yozib olamiz. O'zi qanaqa yozilishini eslab olamiz. Sod harfimiz xuddi shu shaklda yozilardi. So'zni boshida kelsa, so'zni o'rtasida kelsa va so'zni oxirida kelsa. Xuddi shu ko'rinishlarda kelar edi. Xo'p, endi alifdan to ya harfigacha ulab chiqamiz. Juda ko'p aytganman, sotdimman. Sharikli ruchkada, ya'ni oddiy ruchkada yozayotgan paytingizda qonun qoida unaqa muhim rol o'ynamaydi. Ya'ni endi darsga qo'shilib kelayotganlar yoki bu darsni ko'rayotganlar bilishini xohlayman. Siz sharikli ruchkada arab harflarini yoza olasizmi? Shuni o'zi kifoya. Ya'ni arab harflarini yozayotganingiz, bu yoza olayotganingiz to'g'rirog'i, bu yaxshi. Ya'ni bu nima? Ya'ni bu men hozir sizga o'rgatayotganim o'sha yozig'ingizni yana yangi levelga deydimi? Yangi darajaga olib chiqish bu. Tushundingiz? Ya'ni men bilan siz yozig'ingizni ustida ishlayapsiz. Hech qanaqa yangi bu to'g'risida xat tur o'rganmayapsiz. To'g'ri, buni ham o'ziga yarasha xat turlari bor, lekin ularni hali o'tmaymiz. Inshaalloh ularga ham hali to'xtalamiz. Nimaga? Chunki siz peroli ruchka yordamida xat turlarni o'rganib yursangiz, o'sha sharikli ruchka sizga nima deydi? Muammo tug'dirmaydi. Hech qanaqa xat tursiz bemalol o'zingiz xohlagan xat turini oddiy sharikli ruchka yordamida ham yozib ketursangiz bo'ladi. Keyin baribir misol uchun men sharikli ruchka bo'yicha usta bo'lsangiz ham baribir yozuv-ku, xato chiqadi baribir. Misol uchun menda ham xato chiqadi. Men ham xatosiz yozaman deya olmayman. Baribir xato chiqadi. Chunki baribir yozuv narsa bu, yoziladigan narsa. Ayn. Aytmoqchi bo'lgan narsam, kimgadir misol uchun sizni yozig'ingiz yaxshi chiqmayapti yoki sizni yozig'ingiz yaxshi chiqyapti desam, bilingki, bu sharikli ruchka unaqa katta ahamiyatga ega emas. Shunchaki men sizlarning o'zingizlarning xatoinglarni o'zingizlarga aytib beraman. Mashina ustida yaxshilab ishlasangiz yaxshi bo'ladi degan maqsadda. Men o'zi ko'proq nimaga ahamiyat beraman? Pero ruchkaga o'tgandan keyingi mashqlaringizda. Mana, menga o'shanisi muhim. Bular ham muhim, lekin bular ikkinchi darajada turadi doim. Chunki bu baribir odamlarning o'zi ham ko'p yozursangiz o'rganib ketasiz, misol uchun. O'rganib ketiladigan narsa bu. Ya'ni bir-biringizni ko'rib, ham u yaxshi yozayotgan ekan deysiz. O'rganib ketish osonroq bo'ladi, chunki buni o'sha oddiy sharikli ruchka hayotimiz davomida foydalanib yurayotgan ruchka yordamida yozasiz-da, osonroq bo'ladi. Pero ruchka unaqa ruchkani ko'pchilik ishlaturmaydi. Deyarli ko'pchilik ishlaturmaydi. Qo'l uchun, tana uchun yengil narsa bo'lgani uchun uni o'xshatish qiyinroq bo'ladi masalasi. Menga o'sha muhim. Ya'ni unda qanaqa yozishingiz, nimalar qilishingiz, to'g'ri yozishingiz, unisi muhim. Mim, nun. Nima qilish kerak? Ko'p mashq qilish kerak. Endi bu nima uchun sizga muhim bo'lishi mumkin? Misol uchun kimdir arab tilida o'qiyotgan paytda yozig'i o'ziga yoqmasligi mumkin. Yana ham tushunarliroq yozish xohlar. Ba'zi birlarni bilaman, o'qituvchi, o'zim ham o'qituvchiman. Mani o'qituvchilarimga ham, misol uchun ba'zi bir o'quvchilarning yozig'i yoqmaydi. Voy, chiroyliroq, ya'ni tushunarliroq qilib yozib olib kelib menga, nima bu deb, ayniqsa arab tili. Nafaqat o'zbek tili, arab tilida bo'lsa endi tushunish mutlaqo qiyinroq bo'ladi. Shunaqa paytda endi sizga ko'mak berib qolishi mumkin shu o'rgangan darslaringiz. Hop, ya'ni bu yoqqa olib tushamiz. Ya'ni uzunroq formatini ham yozib beraman bir. Qani mashq qilib ko'ringlar. Buni olib tushamiz. Qurbingiz yetguncha tortasiz. Oxirini qo'yib yuborasiz. Bu ya harfi. Endi bu ham bir yozuvni chiroyliroq qilish usuli.
Bunaqa ko'rinishi ham bor, uni yozib bera qolaman mayli. Orqa machasi tortiladi faqat bu. Bu ham yaga kiradi. Endi bular bir-biriga cho'zishlarni perurchga o'tganda nima uchun cho'zilish kerakligi haqida batafsil gaplashamiz inshaalloh. Sod harfi shundan iborat. Assalomu alaykum.